501 kilometr yuradigan mashinalarning ichida mini gelik nomi bilan tanilgan yagona bo'lgan Aykar EQ3 AVD komplektatsiyasini bugun YouTube kanalimizga obzor qilamiz. Cherry kompaniyasiga tegishli bo'lgan, uni subbrend hisoblangan Aykar, ya'ni elektromobillar ishlab chiqaradigan avtomobillarni eng oxirgi avlodlardan bittasi Aykar EQ3 AVD 501 kilometrligi 69 kilovatlik batareykasi mavjud bo'lgan polni privetli, ya'ni 4 ta ballon tortadigan versiyasini bugun sizlarga obzor qilib o'tamiz. Hop, avtomobil haqiqatdan ham gelikka bolasi desek bo'ladi. Dizaynni bilmayman, juda ko'p o'xshatib qo'yishgan. Xitoyliklar juda usta bunaqa narsalarga. Oldida farlar ko'rayotgan bo'lsangiz, I ya'ni I logotipi shunaqa ko'rinishda, ya'ni bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xuddi shunaqa dizaynda logotipi ham qilingan, faralarini yonib turishini ko'rayotgan bo'lsanglar. Hop, old tarafda haydash uchun qulay bo'lgan parktronik datchiklari ham mavjud. Bu yoqda podnomer uchun alohida o'zini, ya'ni Xitoyga o'xshab podnomer bilasizlar, Xitoyga boshqaroq bo'ladi, turburchak bo'ladi. Buniki bunaqa podnomeriga, ya'ni O'zbekiston regioniga moslashtirilgan podnomerlar qo'yilgan. Avtomobil bokovoy qismi ham o'sha turburchakdan voz kechilmagan holatda, ya'ni mana dizayni ham turburchak ko'rinishda ishlab chiqilgan. Buni gap bokovoyda ham emas, yurish probegida ham emas, mashinani hadovoyda. Sababi avtosalonimizda eng yumshoq bo'ladigan mashinalardan bittasida bemalol ayta olaman. Sababi bizning bunaqa meteorit tushgan yo'llarimizga juda ham yumshoq bo'lgan avtomobil, ya'ni mos keladi. Endi yon tomoniga keladigan bo'lsak, o'sha Jetower dashingdan qolishmagan holatda, ya'ni ruchkalari dashingga o'xshab ochiladi. Bu yon tarafidagi orqa eshiklari ham xuddi shunaqa, ya'ni bosh versiyalari. Turburchak mashina, bo'yini balandligi, men bo'yim 1.78 bo'lsa, 1.65 lar atrofida keladi. Yana buni orqasida bunaqa bagajniki ham bor. Bunaqa chemodanchasi bor. Elektromobillarda zapaska ballon bo'lmaydi, lekin bunaqa chemodancha versiyalari ham bor. Xonasi o'sha turburchak, hamma joyi turburchak bu mashinani. Bagaji ham dashi turburchak. Ahamiyat versiyada mana bagaji ham turburchak. Mana buni prisoskalari ham bor. O'zi tortib oladi. Prisoska bor. Orqa farasi ham xuddi oldi fariga o'xshab Aykar, ya'ni I emblemasiga o'xshab ishlab chiqarilgan. Bu yerda ham parktronik datchiklarimiz mavjud. Umumiy miqdorda avtomobilda 8 ta parktronik datchik hamda 360 gradus kamerasi bor. Buni avtosalonda ko'rgan bo'lsanglar, video davomida qo'yib ketamiz. Tuning qilingan versiyalar bor, ya'ni tepasiga stroboskop, yonlariga zinalar, tomlar qo'yilgan versiyalar ham bor. Endi shaxsan agar bu avtomobilni o'zim sotganda bitta stroboskop qo'yardim, orqasiga bitta gelik qanotchasini qo'yardim, bo'ldi. Boshqa hech narsa qo'ymasdim. Tom, pom, narvon, parvon qiziq emas. Yana yaxshi tarafi bu mashinamizda mana operatordan iltimos qilamiz, yumshoq. Dizaynasi juda yumshoq hamda rangi ham ana timsoh rangi bilan seri ranglari kombinatsiya qilingan. Juda ham salonga mos tushadi bu mashinamiz. Endi asosiy bo'lgan narsa 225 55 R19 dyumli ballon qo'yilgan. Bunga yana 60 qo'ysanglar undan ham yumshoq yuradi. Mashina 60 ni ham bemalol qo'llab-quvvatlaydi. 20 ballon taqib 60 shunaqasida qo'yasiz, maza qilib yurasiz, juda yumshoq bo'ladi. Xo'p, asosiy bo'lgan narsa endi buni interyerlari. Operator oyog'imizga o'tir, ketamiz. Endi bitta haydab ko'ramiz mashinani. Bismillahirrohmanirrohim. Mashina rus tilida ko'rasizlar, polni rus tilida yozilgan. Xo'p, 360 gradus kamera, mana bu yerda ovozi baland past qiladigan, temperaturani ko'taradigan. Bu yoqda panorama tomimiz. Ko'rasizlar. Bunda o'sha nima deydi, lyuk bo'ladi, splashnoy panorama, lyuk bo'lib, bunaqa lyukchasini ochib qo'ysanglar, maza qilib yurasizlar. Tormoz bosdim, mashina o'zi menga sidenani moslab beryapti. Lekin men hozir past o'tirgan, shuning uchun baland qolaman. Balandiga qo'yib oldim. Bu yoqda Type-C portimiz bor, USB portimiz ham bor, ya'ni iPhone ishlatadiganlarga unisi ham, bunisi ham mos ketaveradi. Bu yoqdan qarang, rejimlarni ko'rsatamiz. Sport rejimi, custom o'zi moslab ketaveradi, C o'zi to'g'ri yuradi. Bu ham xuddi shunaqa, любой joyda yuraveradi. Cho'lda, qishda, botqoq yo'llarda, dang'ir yo'llarda, Eco, Comfort hamda sport rejimlari bor. Xo'p, endi sekin mashinani haydab ko'ramiz. Birinchi albatta biz xavfsizlik kamaridan foydalanamiz. Bundan tashqari bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkita motor, dual motorli versiyasi bu. Ballonlarimiz davlaniyasi har xil bo'layotgan ekan. Mana oldida ham motor bor, orqasida ham motorimiz bor. Allohir rahmonir-rahim. Bitta yuramiz. Operator uchib ketib qolma faqat. Uy,
Elektromobil shunisi yomonda tez tortib ketadi. Moslashib olish kerak. Juda razg'oni tez, ancha tez men o'ylagandan. O'hit. O yopishtirib qo'yadi odammi bu? 100 yurimiz уже, 100. 100 kilometrga 5 sekund atrofida chiqadi menimcha bu mashina. Sababi juda tez qo'zg'alyapti. Mana tashingni o'tib ketyapti yonimizdan. Juda tez qo'zg'alyapti mashina. Mana hozir 0. Mana tezligim 0, endi 100 ga bosamiz. O'hit. 80, 90, 100. Bo'ldi, 100 ga chiqdi уже. Shu 5 sekund nari berisida 100 ga chiqar ekan mashinamiz. Agar undan ham tez chiqmasa, sekunddan menda o'lchab ko'rish kerak, lekin juda tez. Dashtinglarni choyni ichib qo'yadi. Mana hadoyini qarang, yumshoqligiga. Qarang. Ko'rsana? Ot bormayapti, daqqa tushmayapti. Katta chuqurli joydan o'tib, yumshoq bilan suzib o'tib ketyapti mashina. Mashinamiz narxi 26600 dan boshlanadi, pozitsiyasiga qarab 29600 gacha davom etadi. Bu 29600 lik komplektatsiya. Boshlang'ich to'lov 25 foiz, bir shu bir $8000 nari bersa, dashi undan ham arzon to'lab olib ketsanglar bo'ladi. Mashinaga 5 yil kafolat beriladi. Ichida 150 000 kilometr garantiya beriladi. Surishi yomon emas, mashinani haqiqatan tezligi juda ham zo'r. Ogohlantiradi, palasa bosyapman hozir, palasani bosyapsan deb ogohlantiryapti. Hop, lyukka yopamiz, sababi tepadan quyosh tushyapti. Yaxshi tarafi, menga asosiy yoqqan taraflardan bittasi mashinada razg'onni tez bersangiz, hali bir xil mashinalar og'ib ketib qoladi. Hattoki men Mercedes'imda ham mashina orqasi tortgandan keyin og'ib ketib qolib, ko'tib ketib qolaveradi. Bunda unaqa emas ekan. Ko'rasizmi, orqasi tortib ketmayapti, o'zi avtomatik tarzda to'g'rilab beryapti. Lekin juda ehtiyot bo'lib haydash kerak. Bunaqa tezlikda mashinani haydash hayot uchun ham xavfli, boshqalarning hayoti uchun ham xavfli. Shuning uchun maslahat bermaymiz, 60 dan oshib yurmaslikni. Agar sizlarga test drive jarayonida bu jarayonni ko'rsatmasak bo'lmaydi. Hadoylardan yumshoqlik darajasi. Buni baribir avtosalonga bir yo'linglar tushsa, mayli mashinani olmasanglar ham bir yaxshi niyat, bir haydab ko'rish kerak baribir. Xohlasa yoqadi mashina. Menga bitta bu mashinani yoqmagan tarafi avariyankasi nimaga shu tepada. Nimaga shu tepaga qo'ygan? Mamitga mana bunga qo'ymaydimi mashina o'rniga? Hozir bosib yurmaymanmi? Shu tarafi men uchun minus deb hisoblagan bu avtomobilda, lekin qo'ygan tarafi yaxshi. Endi tanlov o'zingizlardan. Yomon emas. 29600 ga yomon emas. Yana kelishtirib beramiz. Rassrochka ketsanglar bilasizlar, rassrochkani ham hal qilaraman. Xo'p, endi bu mashinani qayerdan olsak bo'ladi degan savol sizlarda tabiiy holat tug'iladi. Nomerlarimni ham yozib qoldiramiz. Telefon qo'rasizlar, savollaringiz bo'lsa. Avtosentr avtosalon sizlarga bitta manzilni tushuntirib o'taman. Toshkent shahar, Sergeli 2-mavze. Bu yoqdan kelsanglar, ya'ni Erkin postdan kelsanglar, Chinor bekati kesishmasdi, ya'ni metro liniyasi bo'yicha yurib kelasizlar. Bu yoqdan esa Qipchoq bekati kesishmasdi. Shuna yo'l yuzida avtosentr avtosaloni joylashgan. Kelaverasizlar, xudo xolisa chiroyli narxda zo'r bonuslar bilan sizlarga taqdim qilamiz. Avtosalon manzilini agarda topishda qiyin bo'lsa, pastda nomerlar telefon qilinglar, lokatsiyani o'zim Telegramdan tashlab beraman. Agar sizlarda qanaqadir mana bunaqa JM mashinalari bo'lsa, ularni ham olib qolib, o'rniga yangisiga almashtirib beramiz. Bunaqa imkoniyatimiz bor, trading xizmati ham. Xudo xolisa kelaverasizlar, o'zim shu yerda bilaman, chiroyli qilib, chiroyli skidkalarda qilib beraman. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar, xudo xolisa sizlarning like qancha ko'p bo'lsa, men shuncha ko'p mashinalarni obzor qilaman. Xudo xolisa yaqin kunda Sergeli mashina bozoriga tushib, boshqa inovatlarning narxi bilan ham sizlarni tanishtirib o'taman. Joninglar sog' bo'lsin, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.